Yo, magnitli bo'ron ta'sir qilyapti manimcha, deydilar Muslim aka. Magnitli bo'ron qaydaymish? Magnitli bo'ron bo'lyapti deb o'ylayapsizmi? Hamma shunaqa deyishadi, lekin magnitli bo'ron bo'layotganini his qilmayman-ku. Nimaga? Limon bormi uyda? Yo limon yo'q. Kofe bo'lishi mumkin, lekin limon yo'q. Tinchmi? Siz nimaga zerikyapsiz deydi. Bilmayman. Farqi kesayyapsiz. Efirga ko'p kelasiz-ku. Oxirgi paytlar shunaqa bo'lib qolganman-a. Ichki yo'q qilasizmi? Ha, ichki yo'q qilaman. Как раз uy-po'ylarni tozalab, menga kofe damlab berishga odam kerak edi. Как раз men sizni qidirayotgandim-ku, akam. Xayrasiz, aka, ertaga sovchilarimni jo'nataman. Xayrasiz. Buni bir kirpirlarni yuvishga odam kerak-ku baribir bitta uyga. Bitta uyga bitta normalni odam kerak. Mani maynamga qon qo'yadi bular keyin. Men bu yoqda kim yomon, men yomon. Qani ichki yo'qlikka yozing, aka, yozing. Adresingizni yozing, aka, erta boray. Ichki yo'q dedim. Polmonlarni artish kerak aka. To'g'ri qilasiz. Ichki yo'q bo'ling. Men ishlayman, begoda o'tiraman. Oylik olaman. Ishlayman. Siz uyda cho'plarni damlab kelib, oyog'imni buqalab o'tirasiz, men begoda efir qilayotgan paytim. Ulang efirga gaplashamiz. Nima qilasiz kirmaydi? Men ichki yo'q qilib qo'yibman. Men sovchi jo'natib o'ylanib qo'yibman. To'y qilib beraman. Men nima qilay? Men ishlayapman. Nima qiladi Polyume? Polyuvatda. Ma'sam buzam. Ma'sam buzam bilan. Yashang deydi. Shunda turmushga chiqmaysiz, o'ylanasizmi deydi. Uyimga olib kelganimdan keyin o'ylangan bo'laman-da. Ha? O'ylanaman, tug'ib beradi. Voy, rahmat. Niko, rahmat. Men pastda hayvoncha yozib, bir nimalar yozib chiqyapti. Yozganlar zek o'tib ketib qolyapti. Bironta gaplaringiz agar u qolmay qolayotgan bo'lsam, uzr. Uylayda deydilar. Uylayda. Nima qilay hay? Uylanyapman, hozir zamon shu. Sizlardan bironta normalniy nomzod bo'lsa aytinglar. Keling, zo'r ekansiz, pul topayotgansiz. Allohga shukr, pul topamiz. Menga erga tegaman. O'lasizmi? Erga tegasizmi menga? Yo'q. Shunda men uylanamanmi? To'jonim. Bir kun kelib uylanaman deb o'ylamagandim. Assalomu alaykum. Nasılsın? İyiyim ben. Siz nasıl? Man normal yigit. Da, siz normal yigitsiz. Bemalol polmonlar yuvsiz bo'ladi. Sizga farq uchun biram yarashadi. O'ylayda. O'zimga nomzod topmayman. Sizga qatdan topaman deydilar. Iltimos, shunaqa ichki yo'q bo'lgim kelyapti. Ne dedin anlamadım. Termizdanman deydilar. Tamam, erta uydagilarimni jo'nataman. Narsalaringni yig'ishtirib qo'y. Birdaniga olib kelishadi. Tamam, sun'iy intellektmisiz? Ha, sun'iy intellektman. Faqat sun'iy intellektga so'kmaydi. Men har zamonda miyamga chiqib qolgan paytda so'kadigan sun'iy intellektman. Sizdan zo'ri chiqsa tan berib qisib xotin bo'lasizmi? Mandan zo'ri chiqsa, mandan zo'ri chiqsa, mandan zo'ri hozir shu savolga javob beraverayda. Da. Shaytandan sakkiz bermoqchiman. Chiqib qolar. Bo'la aka, menga ham qo'shib zakaz qiling, Muslim aka. Muhtoj aka, assalomu alaykum.
Ulan gapim bor deydi. Timudanmi deydilar. Timuiz nima ekanligini bilmayapman-u. Timudanmi, boshqa joydanmi? Zakaz qiling, endi nima qilamiz endi? Yo'q, zakaz qilmang. Bitta bacha yetar. Bitta uyga bitta bola yetadi, ikkinchisi shart emas. Keyin brak bo'lib chiqdi bu Xitoydor deysizmi? Yotmayman. Yo'q, bo'ldi, bacha zakaz qilish kerak emas. Shunaqa. Assalomu alaykum. Saddam aka. Shunaqa ichkiyor bo'lgim kelyapti deydi. Aytdim, bu narsalaringni yig'ishtirib kel deb. Nima bu ahvol apa deydi. Bilmayman, san yo'qsan, mana shunaqa bardakchilik hamma joy. Uzumdan zakaz beramizmi deydilar. Bo'ladi, bu ham variant. Uzumdan zakaz qilsak ham bo'ladi. Ke deydi, qalaysan, yaxshimisan, yaxshi tursan, charchasan, keling, men sizga xotin bo'laman deydi. Uylanyapman, ke seni ham uylantiramiz. Ke deydi. Assalomu alaykum, Zolushka deydilar. Aka, hozir Zolushka emas, Shahzoda bo'lyapman hozir. Aka, men uylanyapman, aka, eshitmadingizmi? Ne ovoz past deydilar. Bilmasam hamma shunaqa deyapti. Pastmi? Endi-chi? Pastmi? O'chirib qaytadan kiraymi? Ovoz yo'q deydi bir xil. Tavba deydi. Erkakmi bular deydi. Ketdim. Ha, endi keldi. Endi keldimi? To'yga yetasizmi? Endi yaxshi. Yaxshimi? Ha, yaxshi bo'lsa bo'ldi. Endi ovoz normalniy deydilar. Ha, yaxshi. Telefonga galonni qo'lim tekkizishim kerak ekanda. Zolushka, yaxshimisiz deydilar. Saddam aka, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi turibsizmi? Charchamayapsizmi? Iltimos, bitta Instagram tashlaylar, boshim og'rig'i sal pasaysin, boshim juda ham qattiq og'riyapti. Nervist qildiryapti bular mani, kim qayerdagi gaplarni gapirib. Saddam aka, bitta 100 talik tashlang aka. Muslim aka, tashlang akam. Daydi, tasha.